bu menga Alloh tomonidan berilayotgan imkoniyatni qabul qilib bugungi kunda hozir o'zi juda ham zo'r imkoniyatlarga ega bo'ldilar. Assalomu manalar. Hammaga xayrli kun. Ish boshlaganimga 1 yil bo'ldi. 1 yil ichida Xudoga shukr, Bistri Start bonusini oldim va hozirgina Glavniy ofisimizdan suhbatdan o'tib keldim. Xudo xohlasa keyingi haftalarga ofisim ochiladi. Chiroyliliklarni qaranglar bularni. Faberlik xatda a'zo bo'lib qolgansiz. Faberlikda Rossiyadan turib a'zo bo'lganman. Akram va Gavhar ustozimga yozilganman. Xudoga shukr, zo'r natijalarga olib chiqdi. O'zingiz tanishtiring, ismingiz va qayerda ofis ochmoqchisiz? Marhamat tumanidan Saqva Surayyoman. Молодец. Marhamat tumanidan yangi ofisimiz ochiladi. Assalom, tabriklayman. Xudo xolasa 26 million bonusga ham ega bo'ldim. Молодец, молодец. Tabriklayman. Rahmat.